Hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Төәндә təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Xitayning telegraf şirkəti Amerikaning ul əsliyələr qurilishiga singib kirgan. Xitoyga qarshi tanlangan komitetning 4 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy ishlari alayda komiteti tarafidan elib berilgan ikki partiyalik yangi bir tekshirish Xitoy Kompartiyasining Amerikaning telegraf va to'rga singib kirishi va buni qurol o'rnida qo'llanganligini o'tirg'a qo'ygan. Tekshirishda federatsiya nazorat qilib boshqarish organlari ularning Xitoy Kompartiyasining foydalanishi, ta'siri va kontrol qilishiga oson uchraydiganligini bayqagandan keyin Xitoy davlat ig'dorchiligidagi aloqa shirkatlari Amerika internet ekologiya sistemasiga cho'nqur singib ketgan deb qaralgan. Gerçi Xitoy ko'chma xabarlashish shirkati, Xitoy ko'chma birlashma xabarlashish shirkati va Xitoy telegraf shirkatining ilgari 214-moddalik telegraf ijozatnomasi rad qilingan yoki bekor qilingan bo'lsa-mu, ular Amerikada keng ko'lamda nazorat qilingan izlarni saqlab qolgan. Michigan shtatidan Cumhuriyetçiler Partiyasiga tava tanlangan komitetning raisi John Molinar ular Amerikalik xaridorlardan Xitoy Kompartiyasining qonunlariga asosan uchurlarni tekshirish va'dasini oladi. Shundaqla biz tayinlagan ichki tor ul asliyalarini zaharlaydi. Bularning hammasi bizni davlatimizning eng chong dushmanining kelgusidagi davlat qo'llagan yangi bir tor hujumidan qo'rqinishda ojiz ahvolga tushirdi. Xitoy Kompartiyasi Amerika telegraf shirkatlarining Xitoyga kirishiga yo'l qo'ymaydi. Amerika xalqini qo'g'dash uchun biz bu tarmoq shirkatlarni ichki ul asliyalarimizdan chiqarib o'tishimiz kerak dedi. Tanlangan komitet 2025-yil 3-oyda Tayfunni oxirlashtirish, ya'ni Beyjingning tor harakatini qandaq to'sish va Amerikaning ojiz tor mudofaasini kuchaytirish nomli ikki partiyalik yig'in chaqirgan. Alayda komitet bu anglash yig'iniga munosabatlik Xitoy Kompartiyasining Amerika telegraf ul asliyalariga qilgan tor hujumiga javoban Xitoy telegraf shirkati, Xitoy ko'chma xabarlashish shirkati va Xitoy birlashma xabarlashish shirkatiga qarshi ikki partiyalik tekshirish boshlatgan. Xitoy davlatiga qarashli 3 shirkat alayda komitet bilan o'z ixtiyorligi bilan hamkorlashishdan bosh tortgandan keyin komitet ularni chaqirtib shirkatlardagi xodimlar bilan ikki partiyalik suhbat o'tkazgan. Tekshirish mundaq 3 muhim natijani yakunlagan. Xitoy telegraf shirkati, Xitoy ko'chma xabarlashish shirkati va Xitoy birlashma xabarlashish shirkatining Amerikadagi tarmoq shirkatlari Xitoy Kompartiyasi va Hong Kongdagi ana shirkatlardan haqiqiy mustaqil emas. Federatsiya aloqa komitetining harakati shirkatlarning setish miqdorini cheklaydi, ammo shirkatlarning uskunalari mavjudligi yoki tor munosabatini yo'qotolmaydi. Bu shirkatlar Amerika ul asliyalariga singib ketgan bo'lib, Xitoy ana tor va qo'llash sistemalari bilan birlashtirish orqali Amerikalik tor ishlatuvchilar uchun bexatarlik xavfi paydo qiladi. Tekshirishda yana Xitoy Kompartiyasi qo'llagan Amerikaga qarshi muhim hujumlarning vaqtiga mos keladigan normalsiz tor yo'l faoliyati oshkorlangan. Bu natijalarni ko'zda tutib tekshirish, bu shirkatlarning Amerikadagi qolgan faoliyatlarining Amerikada Xitoy Kompartiyasining kelgusidagi ziyonli tor faoliyatlarini ilgari surishga yordam berishi mumkinligini o'tirg'a qo'ygan. Davlat bexatarligiga xavf yetkazadigan chet el davlat kontrolidagi tor ul asliyalarini aniqlash va cheklash yoki tamoman yo'qotishda parlamentning harakat qilishi uchun tuandagi siyosat tavsiyalarini o'tirg'a qo'ygan. Federatsiya aloqa komitetining umumiy huquqini rad qilish va davlat ichidagi ulanishni cheklash huquqini oydinlashtirish, saqlanib qolgan chet el dushman ul asliyalari ustidan qonuniy huquq bekitish, chet el kontrolidagi ul asliyalarga chetishlik xususiy savdo kelishimlari ustida telegraf va uchur aloqa texnikasi mulozimat gruppasining boshqarish huquqini kengaytirish, to'g'ri yo'l bexatarligini ijro qilish uchun mablag' bilan ta'minlash va federatsiya organlarining chet el dushmanlarining tahdidiga taqobil turish uchun zarur bo'lgan texnik qobiliyatga ega bo'lishiga kafolatlik qilish, qoplangan ul asliyalari chiqarib o'tilguncha yoki azaytilguncha vaqtli xotirlash, nazorat qilishni talab qilish. Turkiyada ishlangan Mehmet Fatihlarning Sultoni nomli televiziya teatri Xitoyning tanqidlashiga uchragan. Azər News'ning 4 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Turkiya tarixiy televiziya teatri Mehmet Fatihlarning Sultonidagi bir ko'rinish talash-tartish qo'zg'agan bo'lib, Xitoy amaldorlarining Yarkent xalqi elchilarining Xitoy sodir qilayotgan zulmlarini ta'sirlagan sahna ko'rinishi sababidan film shirkatiga besim ishlatishga uringanligi to'g'risidagi ayblashlar tarqalgan. Xabarlarga qaraganda, atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida turadiganligi aytilgan Uyg'ur Mahmud Yaqubning nomida Xitoy qonun shirkati orqali rasmiy arz sunilgan. Arz Türkiye Radyo Televiziya şirketi baş müdiri, kino ishlash shirkati, rejissor va kinoning ssenariy yozuvchilariga yo'llangan.
Әrzdə bu görünüşdəki tarixi xatalıqlar, Xitaylarga qarşı kəmsitiş xarakterlik sözlərinin barlığı ilgiri sürülgən. Ammaga ochiq kechirim so'rash, ko'rinishni elvitish yoki o'zgartirish va shunga o'xshash mazmunlarning keyingi bo'limlarda bo'lmasligiga kafolatlik qilish talab qilingan. Bu ayblashlar ichida Sharq Turkiston degan so'zning Mahmadning hukmronligi mezgilida ishlatilmaganligi, Yarkent xalqining uning davridan keyin qurilganligi va keyin Xitoyning hukmronligi ostiga o'tganligi, Dаңlıq shoir Alisher Navoiyning bu rayonda hargiz yashamaganligi qatorliq da'volar bor ekan. Film ishlash gruppasi bu da'volarni rad qilgan. Film ishlaguvchi Gökhan O'zekin ijtimoiy axborot supisi X'da e'lon qilgan bir yozmasida bu bo'lim uchun pushaymon qilmaydiganligini va kerak bo'lganda o'xshash mazmunlarni qayta tarqatadiganligini, Uyg'ur masalasi to'g'risida texim ko'p uchurga erishalmaganlikdan pushaymon qilganligini o'tirg'a qo'ygan. Sharq Turkistonni ummatning yetimlari deb tasvirlagan O'zekin Uyg'urlarga ozroq bo'lsa-mu tasalli berishning ahamiyatli bo'lganligini aytgan. O'zekin yana televiziya stansiyasining bu talash tortishga yetarlik kuchlik javob bermaganligini tanqid qilgan. Bu shikoyat ijtimoiy taratqularda munozara qo'zg'agan. Tanqidchilar Xitoyning chet el taratqullariga keng ko'lamda cheklama qo'yganligini, bo'libmi Turkiyada ishlangan filmlarning cheklanganligini nazarga olganda, Sharq Turkistonda yashaydigan bir Uyg'urning bu televiziya teatrini qandoq ko'ralaydiganligidan gumonlangan. Xitoy harbiy tadqiqotchilari Amerika sun'iy aql modellarini mudofaa sistemasini mashqlantirish uchun ishlatgan. Yapon vaqti xabar torining 2 avgust kunidagi xabariga qaraganda 80 dan ortiq Xitoy ilmiy maqolasi va patentni tekshirish dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy harbiy tadqiqotchilari Xitoyning mudofaa iqtidorini ilgari surish uchun OpenAI va Anthropic tarafidan ijod qilingan Amerikaning oldingi qatordagi sun'iy aql modellarining chiqindilarini ishlatib, davlat ichidagi sun'iy aql sistemalarini mashqlantirgan. Bundan ilgari xabar qilingan bayqashlar Washingtonning Beijingning ilg'or chip va boshqa strategik texnikalarga erishishini cheklashiga urinishiga qaramay, Xitoydagi harbiy va bexatarlik munosabatli organlarning o'zlarining kasbiy sistemalarini taraqqiy qildirishning qisqa yo'li sifatida oldingi qatordagi Amerika sun'iy aql modellarini qanday qilib foydalanayotganligining oz uchraydigan bir ko'rinishini o'z ichiga oladi ekan. Hujjatlarda model distillation, ya'ni model qaynatish deb atalgan bir texnikaning keng qo'llanilishi ko'rsatilgan bo'lib, bu texnikada kuchlik sun'iy aql sistemasining chiqindilari eng ilg'or sistemalarni noldan boshlab qurib chiqishga ketadigan oliy darajalik hisoblash iqtidoriga ehtiyoj qilgan asosda yerlik o'rinlarda ishlatgili bo'ladigan kichikroq kasbiy modellarni mashqlantirishga ishlatildi ekan. Washingtondagi James Tobin fondi jamiyati tarafidan yig'ilgan tadqiqotlarni o'z ichiga olgan maqolalar va patentlarni tekshirish natijasida qaynatishning xalq ozodlik armiyasi va boshqa harbiy organlar bilan munosabatli tadqiqotchilar tarafidan keng qo'llanilganligi ko'rsatilgan. Maqolalarda Xitoy mudofaa organlarining Amerikaning oldingi qatordagi sun'iy aql modellarini ham texnikalik tushuncha manbasi ham Amerika raqobatchilari bilan bo'lgan farqni tugatishning bir yo'li deb qaraydiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy o'zlarining sun'iy aql taraqqiyotining chet el modellariga tayinganligi to'g'risidagi da'volarga qarshi chiqqan. 60 dan ortiq maqolani tahlil qilgan James Tobinlik Sanni Ching Xitoy harbiy olimlarining g'arb modellarining aql-farosat qadamlarini sistemlik holda xotirlab, ularni nazorat qilish, to'r urish va taktiklik qaror chiqarishga moslashtirayotganligini aytgan. Xitoy Shimoliy universitetining qurol-yarog' sanoati bilan zich munosabati bor bo'lib, tadqiqotchilar Cloud 3 Haykuning Anthropicni ishlatib, ijtimoiy taratqularni nazorat qilish va mazmunini tengshish, tekst turiga ayirish modeli uchun sun'iy mashq sonliq ma'lumotlarni hosil qilgan. Washingtonning yuqori darajalik chiplarni eksport qilish kontrolligi sababidan ilg'or hisoblash boyliqlariga cheklanma qo'yilganlikdan Xitoy chegara sun'iy aql sohasida Amerika bilan raqobatlashishni maqsad qilib, model qaynatish, ya'ni model distillationni qo'llangan. Markaziy va yerlik hukumatlar buni ilgari surgan. Şuursuzluq vabosi, shuorbozlik balasi. Abduri Burhan Muhammad. Şuurluq demaklik o'yg'oqlik demakdir. Şuur vijdoniy tashqinlikning javdan qilgan holati. Dardning darmonga bo'lgan ishtiyoqning tapchivatgan siymasi, jush urib turayotgan qaynon buluqidir. Şuur o'z navbatida yana shuarni maydonga keltirguchi turutga, uni barliqqa keltirguchi omillardandir. Chunki shuar kalimasi so'z yildizi e'tibori bilan belgi berish, bildirib qo'yish, an selish, jakarlash, namoyon qilish, e'lon qilish qatorliq ma'nolarda bo'lib, shuar kishining shuuridan balqigan tuyg'u, fikr, ideya, muddao va maqsadlarini
yoshurliqdan e'lon qilish bosqichiga o'tganligini ko'rsatadigan har turdagi umumiy ish harakatlarning jug'lanmasidir. Shu sabab shuursiz maydonga kelgan shuar bir döve quruq gap dövisi bo'ludiki, u asla kishining vijdoniy toshqinidan yamrab chiqqan ong idrokidan so'zilib toshqinga aylangan tuyg'u a'zolaridan tipiklab turolmaydigan idealiga, voz kechilmas qimmatiga, kishiligi va yashash g'oyasiga vakillik qiluvchi tutum maydoniga vakillik qilolmaydi. Shuar shuurli xususiyat jihatdan haqqoniy shuar bo'lishimi, safsataviy shuar bo'lishimi mumkin. Buning ichida vijdonning o'lchamiga tushgani, haqiqatning tarozisiga ig'irligini salolaydigani haqqoniy shuardir. Haqqoniy shuar haqiqatdan o'zi qolgan haqning ovozi va uning yo'lining yo'lovchisi bo'lish ko'zlangan ulug'vor shuardir. Bu jihatdan haqiqiy shuar faqatla haqiqiy shuur ahliga mansub tutumning namoyon bo'lishi, zehnida va harakatida shuurdan maydonga kelgan talqinlarni to'xtovsiz namoyish qilib turishidir. Darvaqa shuarning qimmati uning dabdabasi bilan emas, balki uning haqiqatdan qanchalik nasiba ololganligi va uningdan qanchalik kuch-quvvat ololganligi bilan o'lchinadi. Shuarning puttastab turish yoki turolmasligiga, rolining joriy bo'lish yoki bo'lmasligiga kelsak, bu mo shuar egillarining haqiqiy shuurdan qaysi darajada oziq ololganligi, shuurning sog'lom yoki emasligi bilan munosabatlikdir. Shuari uchun har turli fidokorliklarga, ig'ir-yenik sinoqlarga va hatto ko'rinib kelmas baloyi qazolarga qadar tayyor tura oladigan va buning uchun qaddini tik qilib yashab, yana qaddi tik holatda jon berishga tayyorligi bor kishilar ushbu shuurni yiliklariga qadar tetib yashashga niyatlangan. Mundaqcha aytganda, butunlangan insonlardir. Bundaq kishilar shuarning bandalari bo'lmasdan, balki shuarga hayotlik beruvchi, uni o'limsizlashtiruvchi kemarsalardir. Uqumlarning yuqorqidek bir-birini to'yindirishi bo'libmi, shuur bilan shuarning munosabatining bu qadar zichligi, oralaridagi bog'lanishning fikr va harakatlarga ko'rsatadigan ta'siri hamda bu ikki uqumning til va tafakkurimizda bir-biridan uzuq olgandila tabiiyligi bulg'anmaydiganligi, xarakter va mazmunda sog'lom bo'ladiganligi qatorliq nuqtalar bizni shuurimiz va shuarlarimizning xarakteriga, mazmuniga, vazniga, qimmatiga qaytadan qarab chiqish zaruriyatini his qildirishi aniq. Chunki so'z va uqumlarning til va tafakkurimizdagi roli hamda uning ish amaliyatimizda aynak misoli aks etadiganligi, amaliyotdami qozonda nima bo'lsa cho'michga shu chiqadiganligi real bir masala. Masalani qandoq tafakkur qilishimiz, uning haqida qandoq tutum belgilashimizni keltirib chiqarganidek, masalaning mohiyatini qandoq tushunishimizni, uni amaliyatimizda qandoq joriy qildirishimizni belgilaydi. Qaraydigan bo'lsak, kunimizda shuar uqumining ko'p holda shuursizlikdan manbalangan, ko'lamlashgan hurrochilikqa ism qilib qo'yilganligini, bo'libmi kunimiz til odatida eg'izda bor, amaliyotida yo'q bir davronning otqi qilib qo'yilganligini, shuur so'zining bo'lsa til odatimizda iste'moldan to'liq qolgandan sirt kunimiz uyg'urchasining izohliq lug'atidanmi allaburun til fashistlari tarafidan tamoman qirqib tashlanganligidek bir fojiani ko'ramiz. Bularni diqqatga olganimizda mustamlikachilarning yetakchiligida davomlashib kelgan asorat davrimizning bizni javharsiz shakalga, ruhsiz mo'rtqa, jonsiz jasadga aylantirish davri bo'lganligini, mustamlikachilarning buni qaysi darajada muvaffaqiyatli amalga oshirganligini, mustamlikachilarning menga yuvish proyektlarida ovlanib ketish vaziyatimizning qaysi holga tushib qolganligini dangsash aqlga ishorat misoli ayon va bayon ekanligini ko'rib yetamiz. Shuur bilan shuarning birdaklik vaziyatini zohir bilan botinning, javhar bilan shakalning, ong bilan harakatning, ideya bilan amaliyotning, da'vo bilan reallikning, iymon bilan amalning birdaklik vaziyatiga o'xshatishga bo'ladi. Lekin shuur bilan ong o'ttirsida, shuursizlik bilan ongsiz uqumlari orasida yana ba'zi inchik farqlarni ayirish kerak bo'ladi. Masalan, ongsizlik hodisasi shuursizlikning bir varianti bo'lsa-mu, lekin ongsizlikda maydonga keladigan tugal idrokiy nuqsonlik, ma'lumot yetarsizligi, tafakkur cho'ltiligi, o'ysizlik, aldirang'ulik, yuzakilik qatorliq bir qator aqliy funksiyalarning qalaymaqonlashishi bo'ladi.
Şuursuzluqda o'ttirg'i chiqadigan bo'lsa, yuqoriqilarni o'z ichiga elish bilan bir vaqtda kishining tafakkur qilish iqtidoridan boshlab tuyg'u va sezim nuqtalarigacha umumyuzlik burilish bo'lganligi, aqlningla emas, qalbningmi birdek xaroblashganligi, tushkunlikka patqanligi qatorliq kulliy bulg'anishlar bo'ladi. Şuursuzluq ma'na, qimmat dunyosiga nisbatan iymon daraxining ko'klam makonining bulg'anganligini, amal mehnat samaralarining meva bermas bo'lib qolganligini ko'rsatadi. Amalsiz iymonning meva bermaydiganligi, iymonsiz amalning oxiratligi bo'lmaydiganligi, o'tmas matar misoli qimmati va manfaati bo'lmaydiganligidagi haqiqat mana bu şuursuzluq hodisasining keltirib chiqarganlarida o'z aksini topgandir. Angsızlıq və şuursuzluqdakı nazik farqlardan yana biri bolsa, angsızlıqda nadonlik, farosetsizlik, didsiizlik, jaholat deb javob bo'ladi. Şuursuzluqda bolsa, qalb yaramsiz narsaga aylanadi. Haq-naq tuyg'ularda g'urur o'ladi. Iymon mash'ili o'chishga boshlaydi. Qalb illatlari bosh ko'taradi. Ruhiyat chiriydi. Aqida, e'tiqod darxi yiltizidan qurishga boshlaydi. Şuur bilan iymon munosabatini farqlantirgan, qalb bilan aqlning, tuyg'u bilan tasavvurning, e'tiqod bilan amalning munosabatini tushungan vaqtda şuur va shuar o'tirisidagi mohiyat va ko'rinish orasidagi tengpungsizlikning tuzalmas holga kelib qolishining sababi ma'lum bo'lishga boshlaydi. Şuur va shuar masalasining analizi mushu nuqtaga kelganda zamonimizning gigant faylasuflaridan Martin Heideggerning til mavjudligining uyi degan so'zini eslab o'tishga majburmiz. Shundaqla o'ziga xos ma'no va qimmat yuklangan bo'libmi, jahonshumul bir madaniyatga tava bo'lgan hamda kishilik hayotga tutgan maydon pozitsiyalariga bevosita ta'sir ko'rsatadigan bir uqumning milliy ongdan ko'tarilib ketishining naqadar ig'ir buhronlarga yo'l ochadiganligini, ajdod tilida qurilgan bir mafkuraning tajovuzchi qo'l tarafidan supurilib tashlanishining naqadar cho'ng yo'qotishga mahkum qildiganligini, milliy ruhning daz ketishiga qaysi darajada sababkor bo'lganligini tushunib yetishga majburmiz. Darvaqa millat taraddud, ya'ni ikkilanishga cho'kkan paytida sog'lom yo'lga boshlab qo'yish, sagitish vazifasini o'taydigan, tushkunlikka tushishdan muhofazat qilish xususiyatiga ega bo'lgan atalg'i huquqlarga suiqasd qilishning kechirgisiz xiyonat jumlasidan sanashga tegishli jinoyat ekanligini cho'nqur to'lib yetmakimiz zarur. Bo'libmi buning ma'lum ma'noda mustamlikachilikning orzusiga beqinishga yotadigan ish ekanligini, o'z kulturining tilini tavalangan madaniyat tilidan ayirib tashlashdak nomussizlikda chekiga yetgan sharafsiz qilmishning amaliyotda millatni do'tlashtirishga, kim bak to'lisa ilg'imasdan shuning tarafiga o'zini etishga, eng itinarligi mustamlikachisiz o'zining mavjudligini tasavvur qila olmas holdagi anqov manqurtlar to'piga aylantirishga xizmat qilganligini, qisqasi bu kabi qirqish, suyuqlantirish va matalashtirish urinishlarining mohiyatda milliy mavjudlikqa qilingan cho'ng suiqasd doirasidagi ishlar ekanligini tunib yetishimiz zarurdir. Millatning til qomusidan shuur so'zini qirqib tashlab, shuarni qoldirib qo'yishga o'xshash xiyonatlar dal mushkil turdagi suiqasdlar jumlasidandir. Milliy shuurga qilingan tajovuzlikning, shundaqla milliy xotirlarni yuvishga yordam berguchi jinoyatlarning bugungi qurbonlari bo'lish sifatimiz bilan bugungi o'tmi to'shiq qilib tashlangan mavjudlik uyimiz haqida cho'nqur o'yga cho'kishimiz, uning bizni qo'g'dig'idek qanchalik majoli qolganligiga diqqat qilishimiz, yupurilib kelayotgan qatma-qat xirislar oldida mazkur o'yning qanchalik bardoshliq qoldi deganlarni so'rab ko'rishimiz, bizning bu o'yni muhofazat qilib tutib turishdagi mas'uliyatimiz qaysi darajada joriy bo'layotdi deganlar ustida o'ylanishimiz talab taqozo bo'lib turibdi. Tilimiz va engimizdan supurib tashlaydiganiga boqmay, millatning bir a'zosi bo'lish sifatimiz bilan shuurimizning holi nechuk bo'lyotdi. Bu o'ylanishga tegishli bo'lib qoldi. Iymon shuurimiz qaysi darajada o'yg'oq, vatan shuurimiz qaysi darajada sog'lom, musulmonlik shuurimiz qanchalik cho'yliga to'xtayotdi, idea qilayotgan da'volarimiz, dabdabalashgan shuarlarimiz qaysi darajada haqiqiy shuurlikdan nasiba ilyotdi, Sharq Turkistonlikqa xos ruh bilan davomlashyapti yo'q, bu krizislarda oila shuurimiz qanchalik zarba oldi, siyli rayim shuurimizga qaysi darajada daz ketdi, do'st dushman orasini farqlantirib muomala qilish prinsipimiz qanchalik tutamliqlasha oldi,
muhabbat, nafrat, aniq bo'lish jihatdagi vijdoniy shuurimiz qaysi darajaga berib qoldi degandek bir qator savollar javob tepishimizga, ajdod shuuriga ega aqillarning o'ylanib ko'rishiga havola bo'lib turibdi. Acaba shuursizligimizning badalini bugunga qadar tortib kelayotganimiz yetib oshmadimi? Acaba shuarvozlikni tasalligoh qilib yashashning munqarizlik tahdidining kuchayishiga xizmat qilishdan boshqaga yaramaydiganligini to'lib yetish paytimiz kelib o'tib ketmadimi? Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.